Jizzax viloyati Baxmal tumanining Yangibog' mahallasidanman. Yoshim 57da. Kasalligim sahar. O'tqopidan operatsiya bo'lganman. Global Trend kompaniyasining nano balzamlaridan taklif qiluvdi. Qizim Shohida. Boshida Farmining dorilarini ichayotganligim sababli ichmayman deb отказ qiluvdim. 2 fevraldan boshlab nano balzamlarini ichganman. Farmining dorilarini ichayotgan vaqtimda saharim 13-14 bo'lgan. Tanamda umumiy holsizlik bor edi. Suvni ko'p ichardim. Mana shu balzamni ichganimdan keyin 4-kunidan boshlab yaxshi effekt sezdim. Holsizliklarim kamaydi. 20 kun ichgandan keyin analizga bordim. Analizim 6-14 chiqdi. Shundan beri balzamni ichyapman. Saharim ko'tarilgan yo'q. 6-14 bo'layapti. Qo'llarimda, yelkalarimda kuchli og'riqlar bo'lar edi. O'sha og'riqlar ham yo'qoldi. Hozirgi kunda esa mening yana xronический kasalliklarim bor edi. Ich ketar kasalligim bor edi. O'ng qo'limda nevrologический shamollash bo'lib, o'ng qo'limni ko'tara olmasdim. Ko'tarib ro'mol o'rashga holim bo'lmasdi, og'riq bo'lar edi. O'sha og'riqlar ham hammasi ketdi. Juda yaxshi foyda ko'rdim. O'zim foydalanganimdan keyin o'g'limga tavsiya qildim. O'g'lim ichyapti, nevaram ichyapti. Biz oilamiz bilan nano balzamidan juda yaxshi effekt ko'rdik. Mana shu 2 balzamdan ichyapman. Hozirda sog'ligim juda yaxshi. Saharim o'sha 6-14 bo'lib 6-20 bo'ladi, undan oshib ketmaydi. Sahar kasalliklaridan qutuldim. Ich ketar kasalliklarimdan qutuldim. Oyoqlarimning qaqshab og'riqlari bor edi. O'shalardan ham qutuldim. Men buni hammaga tavsiya qilaman. 76 yoshdagi onam ham ichdi. Xronический bronxiti bor edi. Bronxit astma kasalligiga yo'liqqan edi. U ham yaxshi bo'lib ketdi. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat. Shohida qizimga rahmat. Shu balzamni menga tavsiya qilgani uchun Allohga shukr. Hammasidan qutuldim kasalliklarimdan.